alaykum. Men Kaniyo Sevinch Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakultetining 2-bosqich talabasim. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzumiz pedagogning kasbiy kompetentligi mavzusi. Ushbu mavzu yuzasidan 3 ta reja mavjud bo'lib, birinchi rejamiz pedagog kasbiy kompetentligining mohiyati va nazariy asoslari, ikkinchi rejamiz pedagog kasbiy kompetentligining tarkibiy qismlari, uchinchi rejamiz zamonaviy ta'lim jarayonida pedagog kasbiy kompetentligining rivojlantirish yo'llari. Pedagog kasbiy kompetentligi bu o'qituvchining kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka, shaxsiy sifatlar va tajribalarning yaxlit tizimidir. Kompetentlik tushunchasi pedagogikada nafaqat bilimga ega bo'lish, balki ushbu bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyatini ham ifodalaydi. Ilmiy adabiyotlarda pedagog kasbiy kompetentligi ta'lim sifatini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Pedagog kasbiy kompetentligining nazariy asoslari kompetensiyaviy yondashuv bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu yondashuv ta'lim jarayonining natijaga yo'naltirilishini nazarda tutadi. Pedagog kasbiy kompetentligining tarkibiy qismlari. Pedagog kasbiy kompetentligi murakkab va ko'p tartibli tuzilishga ega. Uning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilar kiradi. Kasbiy bilimlar kompetentligi. Pedagogning nazariy asoslari o'qitiladigan fan bo'yicha chuqur bilimlarga ega bo'lish. Metodik kompetentlik ta'lim metodlari, shakllari va vositalaridan foydalana olish. Kommunikativ kompetentlik o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqotga kirishish. Shaxsiy refleks kompetentligi o'z faoliyatini tahlil qilish, o'z-o'zini rivojlantirishga intilish. Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagog kasbiy kompetentligining rivojlantirish yo'llari. Zamonaviy ta'lim tizimi pedagogdan doimiy kasbiy o'sishni talab etadi. Pedagog kasbiy kompetentligini rivojlantirish uzluksiz ta'lim, malaka oshirish kurslari, ilmiy tadqiqot faoliyati va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, pedagogning mustaqil ta'lim olishi, kasbiy refleksiyasi va ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganishi uning kasbiy kompetentligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ilmiy nazariy jihatdan pedagog kasbiy kompetentligi pedagogika, psixologiya, metodika va menejment fanlari bilan integratsiyalashgan holda rivojlanadi. U pedagog shaxsining kasbiy madaniyati, pedagogik tafakkuri va professional mas'uliyatni aks ettiruvchi integral sifatidir. Kommunikativ kompetentlik pedagogning ta'lim jarayonidagi barcha ishtirokchilar bilan samarali muloqot o'rnatishni ta'minlaydi. Xulosa qilib shuni aytganda, pedagogning kasbiy kompetentligi zamonaviy ta'lim tizimining asosiy tayanch omillaridan biri hisoblanadi. U pedagog shaxsining kasbiy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, metodik mahorati, kommunikativ madaniyati hamda shaxsiy refleksiv sifatlarining uzviy birligi sifatida namoyon bo'ladi. Pedagog kasbiy kompetentligining shakllanganlik darajasi ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini bevosita belgilaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.